Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasi avgust oyida qanday indeksatsiya qilinadi? Kimning pensiyasi oshadi? Kim kutishi kerak? Kim esa alohida murojaat qilishi zarur? Bu mavzu oddiy xabar emas. Bu har bir oilaning daromadiga, har bir pensionerning ro'zg'origa, dori-darmoniga, oziq-ovqatiga, kommunal to'lovlariga bevosita ta'sir qiladigan masala. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ishlayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensiya olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik ishlasam pensiyam kamayadimi? Avgustdagi oshish menga ham tegishlimi? Ish stajim qo'shiladimi? Pensiya avtomatik oshadimi yoki ariza yozish kerakmi? degan savollar bilan adashib yuradi. Men bugun bularni oddiy, tushunarli tilda misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avvalo asosiy masalani ajratib olaylik. Pensiya oshishi deganda odamlar ko'pincha hamma narsani bitta tushuncha deb o'ylaydi. Aslida esa bu yerda bir nechta alohida jarayon bor. Birinchisi, pensiyalarni umumiy indeksatsiya qilish, ya'ni davlat tomonidan pensiya miqdorini oshirish. Bu odatda prezident farmoni yoki tegishli qarorlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, avgust oyidan pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar ma'lum foizga oshiriladi deyilsa, bu ko'pchilik pensionerlarga bir vaqtda ta'sir qiladi. Ikkinchisi, ishlovchi pensionerning ish faoliyati davomida to'langan ijtimoiy soliq, ish haqi va qo'shimcha stajiga qarab pensiyani qayta hisoblash masalasi. Bu ham pensiya oshishiga olib kelishi mumkin. Lekin bu umumiy indeksatsiya bilan bir xil narsa emas. Odamlar aynan shu joyda chalkashadi. Men ishlayapman, demak avgustda menga alohida qo'shimcha bo'ladi deb o'ylaydi. Yoki aksincha, men ishlayapman. Shuning uchun pensiya oshishi menga tegmaydi deb xavotir qiladi. Men shuni aniq aytaman, ishlovchi pensioner bo'lishning o'zi umumiy pensiya indeksatsiyasidan chetda qolish degani emas. Agar davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, bu ko'p hollarda ishlayotgan pensionerlarga ham tatbiq etiladi. Chunki ular ham pensiya oluvchi fuqarolar hisoblanadi. Ilgari ko'pchilikning yodida qolgan holat bor. Ishlovchi pensionerlarning pensiyasi to'liq to'lanmasligi, ayrim cheklovlar bo'lishi, ayrim toifalarda pensiya ish haqi bilan birga olinishi masalasida noaniqliklar mavjud edi. Shu sababli ko'plab pensionerlar ishga kirishdan qo'rqardi. Ishlasam pensiyamni kesib tashlaydi. Rasmiy ishlasam zarar ko'raman. Mehnat shartnomasi tuzsak pensiyam kamayadi degan qarashlar tarqalgan edi. Hozirgi tartibda asosiy yondashuv shu boshqacha. Pensioner ishlashi mumkin, ish haqi olishi mumkin va pensiyasini ham olish huquqiga ega. Albatta, ayrim maxsus toifalar, davlat xizmati bilan bog'liq alohida holatlar yoki qonunchilikda belgilangan istisnolar bo'lishi mumkin. Lekin oddiy holatda pensionerning ishlashi uning pensiya olish huquqini yo'qqa chiqarmaydi. Bu juda muhim. Chunki bugungi iqtisodiy sharoit ko'plab pensionerlar faqat pensiya bilan yashamaydi. Kimdir maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Kimdir bog'chada hamshira, kimdir bozor yoki do'konda nazoratchi, kimdir tajribali ustoz sifatida korxonada maslahatchi bo'lib ishlaydi. Ular jamiyatga foyda keltiryapti va shu bilan birga o'z daromadini oshiryapti. Endi avgust mavzusiga o'tamiz. Avgust oyida pensiyalar indeksatsiya qilinishi deganda avvalo pensiya miqdorining belgilangan foiz yoki belgilangan tartib asosida oshirilishi tushuniladi. Bunday oshirishning maqsadi nimada? Maqsad shuki, narxlar oshishi, oziq-ovqat, dori-darmon, xizmatlar, kommunal to'lovlar qimmatlashishi fonida pensionerlarning daromadi butunlay qadrsizlanib qolmasin. Ya'ni pensiya indeksatsiyasi ijtimoiy himoya vositasidir. Masalan, pensioner hozir 1.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsa, indeksatsiya ona foiz bo'lsa, uning pensiyasi taxminan 120.000 so'mga oshib 1.220.000 so'm bo'lishi mumkin. Agar 25 foiz bo'lsa, 1.1 so'm qo'shilishi mumkin. Lekin bu yerda aniq hisob har bir pensionerning pensiya turi. Bazaviy miqdorlar, qo'shimcha ustamalar va amaldagi qarorga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, foizni eshitib darhol mening pensiyam aynan shuncha bo'ladi deb yakuniy xulosa qilmang. Pensiya tarkibida asosiy qism ustama, qo'shimcha to'lovlar, ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ishlovchi pensionerlar uchun eng muhim savol, avgustdagi indeksatsiya menga ham tegadimi? Agar gap umumiy pensiyalarni oshirish haqida bo'lsa, odatda ishlovchi pensionerlar ham bundan foydalanadi. Chunki siz ishlayotgan bo'lsangiz ham pensiya oluvchi shaxssiz. Sizning pensiyangiz
mavjud va davlat pensiyani oshirayotgan bo'lsa, u sizga ham qayta hisoblanadi. Bu yerda ish joyingiz borligi pensiyani oshirishga to'siq bo'lib qolmasligi kerak. Men buni guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh yoshga doir pensiya olib rasmiy ishlayotgan pensionerlar. Masalan, 50 yoshli erkak yoki 70 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin maktabda, poliklinikada, korxonada yoki xususiy firmada mehnat shartnomasi asosida ishlayapti. Bunday fuqarolar avgustdagi umumiy indeksatsiya bo'yicha pensiya oshishidan umuman chetda qolmasligi kerak. Ular pensiyasini ham oladi, ish haqini ham oladi. Agar pensiya oshsa, ularning pensiyasi ham tegishli tartibda oshiriladi. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqan, lekin norasmiy ishlayotganlar. Bu yerda vaziyat boshqacharoq. Umumiy indeksatsiya ularga ham tegishi mumkin, chunki ular pensiya oluvchidir. Lekin norasmiy ishning muammosi shundaki qo'shimcha staj. Rasmiy daromad, ijtimoiy soliq to'lovi pensiya hujjatlarida ko'rinmaydi. Ya'ni odam 3 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq to'lanmasa, bu kelajakda pensiyani qayta hisoblashda foyda bermasligi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman. Agar ishlasangiz, imkon qadar rasmiy ishlang. Chunki rasmiy ish sizga nafaqat ish haqi, balki huquqiy himoya ham beradi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchi va ishlayotgan fuqarolar. Bu yerda pensiya turi, nogironlik guruhi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, ish sharoiti, ijtimoiy to'lovlar juda muhim. Umumiy indeksatsiya nogironlik pensiyalariga ham tegishli bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda pensiya turi va qonunchilikdagi alohida normalar tekshiriladi. Agar siz nogironlik pensiyasi olib ishlayotgan bo'lsangiz, men ishlayapman, demak pensiyam bekor bo'ladi deb vahimaga tushmang. Lekin ish joyingiz, mehnat sharoitingiz va tibbiy xulosangiz bir-biriga zid kelmasligi kerak. 4-guruh. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar. Bu yerda ham indeksatsiya masalasi bor, lekin ishlovchi pensioner mavzusidan biroz farq qiladi. Masalan, oila a'zosi o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Shu bilan birga ishlash ham mumkin. Bu holatda pensiya tayinlangan shartlar, yosh, o'qish, mehnatga layoqatlik kabi omillar muhim bo'ladi. Shuning uchun bunday oilalar albatta pensiya jamg'armasiga yoki mahalladagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilib, o'z holatini aniq tekshirtirish kerak. Endi real hayotga yaqin misollarni olaylik. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 60 yoshli ayol 1 million 100 ming so'm pensiya oladi va maktabda kutubxonachi bo'lib ishlaydi. Uning oyligi 2 million 500 ming so'm. Avgust oyidan pensiyalar umumiy tartibda oshirilsa, u men ishlayapman, menga oshmaydi deb o'ylamasligi kerak. Uning pensiyasi ham qayta hisoblanadi. Agar oshirish 10% bo'lsa, taxminan 110 ming so'm qo'shilishi mumkin. Natijada u pensiyadan 1 million 210 ming so'm atrofida olishi mumkin. Ish haqi esa alohida qoladi. Bu ikki daromad bir-birini avtomatik bekor qilmaydi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi 60 yoshli erkak pensiya chiqqanidan keyin xususiy korxonada qorovul bo'lib 4 yil ishladi. U rasmiy ishga olingan. Ish beruvchi unga ish haqi to'lagan va tegishli soliqlarni to'lagan. Bunday holatda u nafaqat umumiy indeksatsiyadan foydalanadi, balki ma'lum shartlar bajarilganda pensiyasini qo'shimcha ish staji va daromadi asosida qayta hisoblatish imkoniyatini ham ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har oyda bo'lavermaydi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman degan mazmunda ariza berishi, ish faoliyati va to'lovlar elektron bazada aks etganini tekshirtirish kerak. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi pensioner ayol pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil davomida qo'shnisining do'konida sotuvchi bo'lib ishladi, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Har oy naqd pul olgan, lekin hujjat yo'q. Avgustdagi umumiy indeksatsiya unga pensiya oluvchi sifatida tegishi mumkin. Ammo shu 2 yillik norasmiy ish staji pensiyani qayta hisoblashda ko'rinmaydi. Bu juda achinarli holat. Odam mehnat qilgan, vaqtini sarflagan, lekin rasmiy hujjat bo'lmagani uchun pensiya tizimida bu mehnat isbotlanmaydi. Shuning uchun men yana takrorlayman. Rasmiy ishlash pensionerga zarar emas, aksincha huquqiy himoya beradi. 4-misol. Buxoroda yashovchi 65 yoshli pensioner 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Chunki uning staji uzoq va ish haqi nisbatan yaxshi bo'lgan. Avgustdagi oshirish foiz shaklida bo'lsa, uning qo'shimchasi kichik pensiya oluvchinikiga qaraganda ko'proq ko'rinishi mumkin. Masalan, 10% oshsa, 1,1 ming so'm qo'shiladi. 9 ming so'm pensiya oluvchi odamda
esa 9.2 so'm qo'shiladi. Lekin davlat ayrim hollarda eng kam pensiya miqdorlari yoki bazaviy hisoblash miqdorlarini ham o'zgartiradi. Shunda past pensiya oluvchilarga nisbatan himoya kuchliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir oshirish qarorini alohida ko'rish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya bilan qayta hisoblash bir xil emas. Indeksatsiya davlat tomonidan umumiy oshirishdir. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy holatingizga qarab amalga oshadi. Masalan, siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin yana ishladingiz, qo'shimcha staj yig'ildi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar yangilandi. Ana shunda pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, hamma oshirish ham pensiyaning barcha qismlariga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Ba'zi ustamalar, imtiyozlar, kompensatsiyalar alohida tartibda hisoblanadi. Shuning uchun bank kartangizga tushgan summani ko'rib, foiz noto'g'ri deb darhol xulosa qilmang. Avval pensiya jamg'armasidan pensiya hisob kitobi bo'yicha izoh so'rang. Sizning huquqingiz bor. Pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishingiz mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensiya oshgan oydagi to'lov sanasi. Ko'pchilik avgustdan oshadi degan gapni eshitadi va ilk avgust kuni karta to'lishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya to'lovlari banklar, pochta hududiy jadval, moliyalashtirish va texnik jarayonlarga bog'liq. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. Agar oshirilgan summa darhol ko'rinmasa, bir necha kun kutish kerak bo'lishi mumkin. Lekin oy yakunida ham tushmasa, murojaat qilish zarur. 4-chi nozik jihat, ishlovchi pensiyaning ish ma'lumotlarini to'g'ri topshirganmi yoki yo'qmi? Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirgan bo'lsa-yu, lekin hisobotlarni noto'g'ri topshirsa, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar bazada aks etmay qolishi mumkin. Keyin siz pensiya jamg'armasiga borsangiz, bazadan ko'rinmayapti deyishadi. Bunday vaziyatda ish beruvchidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi nusxasi, buyruq, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, soliq hisobotlari bo'yicha tasdiqlarni so'rash kerak. 5-chi nozik jihat, pensioner boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsa, masalan, pensiya Namanganda tayinlangan. Lekin pensioner hozir Toshkentda yashayapti. Ro'yxatdan o'tish bank kartasi pensiya ishi qaysi hududda yuritilayotgani, murojaat qayerga qilinishi masalasida chalkashlik bo'lishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l hozirgi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya ishingiz holatini tekshirtirish. Men amaliyotda ko'p uchratadigan birinchi xato, pensioner o'z pensiyasini tekshirtirmaydi. Yillar davomida qancha tushsa, shuni olaveradi. Aslida esa odamning staji, ish haqi, imtiyozlari, oilaviy holati, nogironlik yoki boshqa huquqlari bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Har bir o'zgarish pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin tekshirtirish zarar qilmaydi. Ikkinchi xato, qo'shnining gapiga ishonish. Bir qo'shni menga oshdi, senga oshmagan bo'lsa, demak seni ro'yxatdan chiqarib yuborishgan deydi. Boshqasi ishlasang pensiyang kesadi deydi. Uchinchisi, ariza yozmasang hech narsa bermaydi deydi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensiya masalasida aniq manba kerak. Pensiya jamg'armasi, qonunchilik hujjatlari, rasmiy portal, bankdagi to'lov ma'lumoti va shaxsiy hisob-kitob. Uchinchi xato, hujjatlarni saqlamaslik. Ishga kirganingizdagi buyruq, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, plastik kartaga tushumlar, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi yozuvlari juda muhim. Hamma narsa bazada bor deyish yaxshi. Lekin ba'zan texnik xatolar bo'ladi. Hujjat qo'lingizda bo'lsa, sizning dalilingiz kuchli bo'ladi. 4-chi xato, kech murojaat qilish. Agar avgust oyidagi oshirish sizga tushmagan bo'lsa, odamlar ko'pincha 3-4 oy kutadi. Balki keyingi oy qo'shib berar deb yuradi. Ba'zi hollarda haqiqatan ham qayta hisob-kitob bilan keyinroq to'lanishi mumkin. Lekin har doim kutish to'g'ri emas. Siz sentyabr boshida yoki to'lov muddati tugagandan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, avgust oyidagi indeksatsiya bo'yicha pensiyam qayta hisoblandimi deb so'rashingiz kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini aniqlang. Bank ilovasidan, bankomatdan, SMS xabarnomadan yoki bank filialidan oxirgi pensiya tushumlarini ko'ring. Avgustdan oldingi oyda qancha tushgan, farq bormi? Shuni yozib oling. Raqamlarni xotirada saqlamang, qog'ozga yoki telefonga yozing. Ikkinchi qadam, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiy ekanini tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Ishga qabul qilish buyrug'i bormi?
elektron mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish beruvchi sizga rasm to'layaptimi? Agar oylikning bir qismi kartaga, bir qismi qo'lga berilsa, bu kelajakda sizga zarar qilishi mumkin. Chunki pensiya tizimi qo'lga berilgan norasmiy pulni daromad sifatida ko'rmaydi. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Murojaatda murakkab gaplar yozish shart emas. Oddiy qilib shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam avgust oyidagi indeksatsiya munosabati bilan qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Shuningdek, pensiya miqdorim qanday shakllangani haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar pensiyaga chiqqaningizdan keyin ishlagan bo'lsangiz, yana qo'shasiz. Pensiyaga chiqqanimdan keyingi ish faoliyatim va to'langan ijtimoiy to'lovlar asosida pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham hammasi talab qilinmaydi, lekin tayyor bo'lsa jarayon tezlashadi. 5-qadam, javobni yozma shaklda oling. Og'zaki javob ham foydali, lekin pensiya masalasida yozma javob kuchliroq. Agar sizga tegishli emas deyilsa, nima uchun tegishli emas? Qaysi norma asosida, qaysi hisob-kitob bo'yicha shuni yozma so'rang. Bu keyin yuqori tashkilotga murojaat qilishda yoki xatoni tuzatishda yordam beradi. 6-qadam, agar xato bor deb hisoblasangiz, navbatdagi instansiyaga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarurat bo'lsa, tegishli vazirlik yoki davlat xizmatlari kanallari orqali murojaat qilish mumkin. Hozir elektron murojaat imkoniyatlari ham bor. Muhimi shikoyatni hissiyot bilan emas, raqam, sana, hujjat va aniq talab bilan yozing. Men yana bir masalaga alohida urg'u bermoqchiman. Internetda avgustda hammaga falon million qo'shiladi. Ishlovchi pensionerlarga alohida bonus beriladi. Ariza yozgan odamga 2 barobar pensiya chiqadi degan turli gaplar tarqalishi mumkin. Bunday xabarlarga ishonishda ehtiyot bo'ling. Pensiya faqat rasmiy qaror, qonun va hisob-kitob asosida oshadi. Hech kim sizga tanish bilish orqali qonunda yo'q pulni qo'shib bera olmaydi. Agar kimdir pul bersangiz pensiyangizni oshirib beraman desa, bu juda xavfli signal. Pensiya masalasida noqonuniy vositachilarga murojaat qilmang. Yana bir muhim nuqta. Pensiya oshishi bilan ayrim ijtimoiy yordamlar, subsidiya yoki boshqa to'lovlar holati ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, oilaning jami daromadi hisoblanadigan ayrim dasturlarda pensiya miqdorining oshishi umumiy daromadga ta'sir qiladi. Bu har doim yordam bekor bo'ladi degani emas, lekin oilaviy daromad mezoni bor joylarda ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun agar siz subsidiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy ko'mak olayotgan bo'lsangiz, pensiya oshgandan keyin oilaviy daromadingiz qanday hisoblanishini ham tekshirtiring. Men ishlovchi pensionerlarga shuni maslahat beraman. Ish beruvchi bilan munosabatni albatta qonuniy yuriting. Sizning yoshingiz katta bo'lgani uchun aka, opa, shartnoma shart emas, oylikni o'zimiz beramiz deyishlari mumkin. Bu gap hozir qulay tuyuladi, lekin keyin zarar keltiradi. Rasmiy ish bo'lsa, sizning mehnat huquqingiz bor, ish haqi bo'yicha da'vo qilish huquqingiz bor, ish staji ko'rinadi, to'lovlar bazaga tushadi. Eng muhimi, kelajakda pensiya masalasida sizda hujjat bo'ladi. Agar siz pensioner bo'lib kichik korxonada, do'konda, fermer xo'jaligida, xususiy klinikada, o'quv markazida yoki servis sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, bugunoq ish beruvchidan men rasmiy ro'yxatda turibmanmi? Mehnat shartnomam bormi? Elektron tizimda yozuv bormi deb so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning huquqingiz. Demak, asosiy xulosa shuki, avgust oyidagi pensiya indeksatsiyasi ishlovchi pensionerlar uchun ham juda muhim. Ishlayotganingiz pensiya oshishidan avtomatik ravishda mahrum bo'lasiz degani emas. Umumiy indeksatsiya alohida, pensiyaga chiqqandan keyingi ish staji va daromad asosida qayta hisoblash alohida masala. Eng katta xato esa hujjatsiz ishlash, pensiyani tekshirtirmaslik va mish-mishlarga ishonishdir. Men sizga tavsiya qilaman. Avgustdagi pensiya tushumini oldingi oy bilan solishtiring, ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Barcha javoblarni yozma oling va hujjatlaringizni saqlang. Shunda siz o'z haqqingizni aniq bilasiz va hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz,
pensiyangiz oshdimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyatdansiz? Avgustda qancha farq bo'ldi? Murojaat qilgan bo'lsangiz, qanday javob oldingiz? Boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir odamning xabardorligi butun oilaning manfaatini himoya qilishi mumkin.